Nima bu akalar, ajdarxomi bu? Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Namangan shahar Yangobod mahallaga kelganmiz. Bu xonadonga 25 kilovatli Fortakator berganmiz. Hozir ichkariga kirib, ichkaridagi holat sizlarga tanishtirib chiqaman. Bu xonadon 200 kvadrat atrofda ekan, 9 ta xona ekan, 2 ta xonasi tepilib bo'lgan, 7 ta xonasi radiator bo'libdi akalar. Sizlarga hozir katorlarni tanishtirib chiqaman. Katorimizni ishga tushirdik. Bu kator Zoto Forte 25 kilovatligi. Bunkeriga 130 kg atrofida ko'mir sig'adi. Yonishi 3 kundan 6 kunga cho'nadi. Mana yoqqanimizga 5 minut bo'ldi. Gradus 60 ga chiqdi akalar. Katorli yonishlariga bitta baho berasizlar. Voy. Ajdarxo bu ajdarxo. Xudo xolasa qishda maza qilib foydalanasizlar. Kator, unli katorlardan yaxshi ekan. Biz boshqa ikkilarni ishlatib turib, ishga tushirib, ispitayni qilib, a'lo darajada ishlayapmiz. Original, sifatli, aqlli kator kerak bo'lsa, aloqa chiqaringlar.